Voy voy Abu Master, hormen bu. Mencha hamma joyda qoraga bo'yab tashlabsiz. Ustuvoshlaringizni qarang, voy yuzlaringizni qarang. Bu ishni ham tushunadi. Ko'pchilik joylarga borib qo'yapmiz. 4 kun, 5 kun mo'ljallagan ishini 2 kunda bitirib chiqib kelsak, kunlaringga munchadan topasizlarmi? Kunli ishchilar muncha topyapti-yu degan narsalar bo'lib qo'yapti. Juda ko'p ustalarda bitta bizda emas. Menimcha bu kunli ustalarni ishiga taqqoslash bizni ishimizda to'g'ri emas. Chunki ular hatto ketmon ham ko'tarib kelishmaydi, qo'pol qilib aytganda, faqat ustosh olib kelishadi xolos. Biz shuncha instrumentlarimiz bilan kelamiz. Misol mana bitta instrumentimiz o'zi 500-600 dollar atrofida. Bu mana pistoletini o'zi 75 dollarga olganmiz. 2000-3000 dollarlik instrumentlar bilan kelib o'sha ishni qilib kelsangiz ham kunli ishchilarga taqqoslaydiganlar bor. Kuningga munchadan topyapsan deb. U kunli ustalar qilgan ishni biz qilaveramiz, lekin biz qilgan ishimizni kunli ustalar qila olmaydi. Biz necha yillab shogird bo'lib yurganmiz. O'sha kunli ustalar kuniga o'sha paytda normalniy pul topib yurgan paytda ham biz 20 ming, 30 mingmi, 10 mingmi shogirdlikda pul olib yurganmiz. Hozir Xudoga shukr pataha olib chiqib o'zimiz ishni yo'lga qo'yib olganmiz. Endi o'shalarni ham chiqarish kerak-ku. Necha yil kraska yutib, sog'lig'imizni yo'qotib, allergiya bo'lib ish qilamiz. Bunday ximический chang narsalar bilan ish qilamiz. Mana polirovka qilamiz. Kraska, atachenta, mana hozir ham bu emulsiyamiz, matri, juda hidi ham sassiq ishlab ko'rgan odam biladi. Qisqa qilib aytganda, umuman taqqoslash noto'g'ri bo'lyapti. Bu ustalarga, usta ishlatmoqchi bo'lgan insonlarga bu video jo'natib qo'yamiz. Hammalariga rahmat. Omad.